Rossiyada yurgan, pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Simsiz va simli naushniklar, balki smart soatlar kerak, elektronika, balki mexanika, balki mashinangiz uchun video registrator, magnitola, kolonka kerakdir. Ne online qolib ketdi-yu. Balki uchmoqchidirsiz. Aviakassa, samolyotga biletlar bor. Ha, topdim, sizga 1 yil garantiyasi bilan smartfonlar kerak. Unda shoshiling, bizning magazin Moskva, Sankt-Peterburgga joylashgan. Telegram kanalimiz Abu Sahi Rus Play Market App Store'dan Abu Sahi ilovasini yuklab oling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Ukrainaning Miratvorets agentligi shuningdek SM News va Global Avantura portallarini tasdiqlangan xabariga ko'ra 18-oktyabr kuni Ukrainaning Xerson viloyati yo'nalishida Rossiya qurolli kuchlari Amerika Qo'shma Shtatlarini kontrbatariya himoyasiga zarba bergan va uni yo'q qilgan. Qiziq tomoni shundaki, Qo'shma Shtatlarga tegishli bo'lgan mazkur himoya va razvedka qolaversa radar tizimini Oq uy Ukrainaga shu kunga qadar bergan qurollar ro'yxatini birortasida ham qayd qilgan emas. Ya'ni Qo'shma Shtatlar hukumatı bu tizim qurollarini Ukrainaga berganini yashirgan. O'tib tushgani rossiyalik harbiy ekspert va harbiy muxbir Boris Rojinning bildirishiga ko'ra, bu tizimlarni Ukrainada o'rnata oladigan va ishlata oladigan kishini o'zi yo'q. Asosiysi bo'lish ham mumkin emas. Sababi Boris Rojinning o'z so'zlarini izohlashiga ko'ra, Qo'shma Shtatlarni kontrbatariya himoya va radar tizimini o'rganish, o'rnatish va uni qo'llash uchun soha mutaxassislari yillab maxsus tayyorgarlikdan o'tish kerak bo'ladi. Aniqrog'i bu tizim o'ta murakkab. Shundan xulosa qilish mumkinki, Ukrainadagi kontrbatariya himoya va radar tizimlarini shaxsan amerikalik harbiylarni o'zi o'rnatgan va o'zlari boshqarmoqda. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Bu tizim nima o'zi? Eshiting, qisqagina ta'rif beramiz. Qo'shma Shtatlarning North Grumman kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladigan kontrbatariya tizimi dushmanning raketa tizimlari va o'q otar yirik qurollari qayerda turganini aniq ko'rsatib beradi va shu tizim ko'rsatgan koordinatalar orqali raqib tomonining raketalari yo'q qilinadi. Asosiysi bu tizim ko'chirib yurishga mo'ljallangan va u uzog'i bilan 24 kilometr uzoqlikdagi nishonlarni aniqlashga moslashgan. Endi Isroilga Avstraliyani kutilmaganda xalqaro maydonda zarba bergani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Avstraliya Tashqi ishlar vazirligi rasman 18-oktyabr kuni o'zini Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish to'g'risidagi qarorini qaytarib olgan. Kimgadir yangilik bo'lsa eslatib o'tamiz. Avstraliya 2018-yilda hukumat tepasida Scott Morrison o'tirgan paytda Quddusni Isroil poytaxti deya tan olishini bildirgan edi va yetmaganday Scott Morrison deganlar o'shanda chiqib, Quddus 3000 yildan buyon yahudiylar davlatini poytaxti bo'lgan deya nutq ham so'zlagan edi. Aslini olganda Quddusni Isroil poytaxtiga aylantirish fikri Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trampdan chiqqan. Aniqrog'i bu turgan bitgani xatolikdan iborat g'oya Donald Trump tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotida kun tartibiga qo'yilgan. Eslatib o'tamiz, 2017-yilning 21-dekabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Quddusni Isroil poytaxti deya tan olinishiga qarshi, shu so'zni takrorlaymiz, qarshi ovoz bergan va uning ovozi o'zgarganicha yo'q, o'zgarmasin ham. Mavzuni yana Isroilga aloqador xabar bilan davom ettiramiz. Isroilning Yerusalim Post agentligining ma'lum qilishiga ko'ra, 18-oktyabr kuni Ukrainaning Isroildagi elchisi Yevgeniy Karnichukning iltimosi va taklifi Tel Aviv tomonidan rad qilingan. Gap shundaki, Isroildagi Ukraina elchisi Yevgeniy Karnichuk Isroil mudofaa vaziri Benny Gantz bilan Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikovning uchrashuvini tashkillashtirishni, to'g'rirog'i Reznikovni qabul qilishni Isroil hukumatidan so'ragan edi. Isroil hukumati esa 18-oktyabr kuni Ukrainaga yo'q deb javob bergan. Bundan shunday xulosaga kelish mumkinki, Isroil Ukraina urushiga aralashmaslikka harakat qilmoqda. Endi Fransiyada 18-oktyabr kunidan boshlab ommaviy ishchilar qo'zg'oloni, so'zga e'tibor bering, namoyish
ishi emas, qo'zg'oloni boshlangani to'g'risidagi xabarga e'tiboringizni qaratamiz. Xabaringiz bor, sal oldinroq Fransiyaning neftni qayta ishlovchi ikki yirik kompaniyasi ishchilari o'z maoshlarini oshirishni so'rab ish tashlash qilgan va bu ish tashlash 18-oktyabr kuni rasman qo'zg'olonga aylanib ketgan. Le Figaro gazetasining yozishiga ko'ra 18-oktyabr kuni mamlakat poytaxti Parij 21-asrda ko'rmagan tartibsizliklarga guvoh bo'lgan va ishchilarning 18-oktyabr kungi politsiya bilan to'qnashuvlari Parijdagi do'konlarning aksariyat qismini vayron bo'lishi bilan yakun topgan. Rebellion agentligining bildirishiga ko'ra esa Italiya poytaxti Rim ham 18-oktyabr kuni namoyishchilarga to'lgan va ular mamlakat ma'muriyatidan Italiyaning NATOdan chiqishini talab qilmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.